Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi tomonidan Kogon shahrida texnologiya fani o'qituvchilari uchun navbatdagi kasbiy rivojlanish kuni tadbiri bo'lib o'tdi. Tashkil etilgan seminar-treninglar davomida o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish hamda zamonaviy ta'lim metodlari va raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Kuni kecha Kogon shahar 9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida texnologiya fani o'qituvchilari uchun navbatdagi kasbiy rivojlanish kuni tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi tomonidan tashkil etilib, unda texnologiya fani bo'yicha faoliyat olib borayotgan mentor va yetakchi o'qituvchilar ishtirok etdi. Kasbiy rivojlanish kuni doirasida Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi metodisti master trener Nigina Ravshanovna tomonidan o'qituvchilarga zamonaviy ta'lim metodlari, o'quv jarayonidagi yangiliklar hamda samarali pedagogik yondashuvlar yuzasidan muhim fikr-mulohazalar bildirildi. Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida o'quvchilarni hayotga, kasbga va zamonaviy talablarga tayyorlash asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Ana shu maqsadga xizmat qilayotgan muhim fanlardan biri texnologiya fanidir. Ayniqsa, texnologiya fanidan tashkil etilayotgan kasbiy rivojlanish kuni o'quv mashg'ulotlari o'qituvchilarda amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishda yordam beradi. Tadbir davomida o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va dars jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlash joizki, kasbiy rivojlanish kuni bu pedagoglarning o'z ustida muntazam ishlashi, bilim va tajribasini boyitishi hamda zamonaviy o'qitish metodikasini amaliyotga joriy etilishi uchun muhim maydon hisoblanadi. Mazkur haftaning belgilangan kunida o'quv seminar treninglar, mahorat darslari va mustaqil ta'lim mashg'ulotlari tashkil etildi. Xususan 7-o'quv mashg'uloti davomida interfaol metodlar, shuningdek, zamonaviy raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Bugun kasbiy rivojlantirish o'quv tadbirida mana shahrimizdagi barcha maktablarimizning yetakchi o'qituvchilari faol qatnashyaptilar. Biz o'quvlarimizni Buxoro pedagogika mahorat markazi bilan birgalikda hamkorlikda olib boryapmiz. Bugungi darsimizning mavzusi raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdir. Darhaqiqat prezidentimiz aytganlaridek, sun'iy intellekt bu texnologik yangilik emas, balki insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi hisoblanadi. Butun jahon yangi shu bosqichga kirmoqda. Har bir inson shu jarayonda o'zi izlanishi kerak. Izlanishi natijasida katta muvaffaqiyatlarga erishsa, u juda ham yaxshi natijalar beradi. Ushbu tadbirlarning asosiy maqsadi o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, metodik tayyorgarligini takomillashtirish hamda ta'lim sifatini yanada yuksaltirishdan iborat.